Buga yana bir oshxona mebellarimizni tunib ketib berdik, xudo xolasa. Ko'p baho berasizlar. Seri oq dapalari seri rangda bo'lgan stollari rossiyskiy kalon stollardan bo'lgan. Bellarni odatda bilasizlar, yopib berar edik mebel bilan. Lekin bularni biz maslahat berdik. Berni kafelni rangi bilan bir xil etib, kafelni o'zidan bellar 45 gradus kesilinib yopilishini maslahat berdik. Endi bular ustalarni aytdilar, shuni kafel bilan 45 gradus kesib yopib beradilar. Chiroyli bo'lib turadi dedik mana. Bu kafelni rangida tursa. Shuning uchun bizlar ham plintuslarni shu yerga to'xtatib qo'yamiz. Bu razmerini ustaga berdik. Shu razmerda ishlab chiqadilar. Bu yoqdan bor shu narsa. Yana yopib qo'yadilar, kirgizib. Şimdi bo'lib chiqdi, xudo xolasa. Yoqda lushkab ishlab berganmiz, duxovka, mikrovolnovka, mo'ykalarni bedonatib berdik, chirmashon. Ko'ringlar. Yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni qoldiring. Hatto katellarni beklab berganmiz. Dom bilasizlar. Zo'r chiqdi. Uyni remontlari ham zo'r ekan bu yerda. Shu high-tech remont ettirgan ekanlar uylarni. Zo'r kelishib tushdi ranglari. Hadda organizerlar